Xudo barakasini bersin. Bugun saylda qatnashgan bedanamiz bor edi. Bitta nomi polvon bedalar 10 ming deyotdi. 7 nomerli bedana edi, 7 ming dollarga sotildi. Olgan odamga xayrli bo'lsin. Olgan odam mazza qilib eshitib, shuni zurriyotlarini chiqarsin inshaalloh. Bugungi O'rta Osiyo bo'yicha Toshkentda bo'lib o'tgan saylimizda biz Italiya jamoasidan bitta nomi polvon degan 7 nomerli bedana olib chiqdik. O'sha bedanaga mana Baxtiyor akam Chimkentdan akam ishqiboz bo'ldilar. Bedana akamlarga 7 ming dollarga o'tdi. Aka, sizga xayrli bo'lsin. Inshaalloh Xudo xolisa, Xudo o'zidan kuchli bolalari chiqsa, inshaalloh zo'rlar chiqsa o'zimizga yetarsiz olamiz Xudo xolisa. Chimkentda ikkinchi polvon bo'ladi-da, Xudo xolisa, inshaalloh duodamiz, bolalarini chiqarasiz. Lekin chiqargandan keyin zo'ri chiqsa inshaalloh o'zimizga yaxshi pulga sotib olamiz aka. Ilimiz. Xayrli bo'lsin, rozimiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p. Aka, yaxshilikka zo'rlar chiqsa Xudo xolisa. Salomat bo'linglar.